Qozog'istonning qizlarini itaraman degan bu ikkita ahmoqni menimcha internetda bir marta bo'lsa ham ko'rdinglar. Hozir bu Qozog'istonda juda ham aktual mavzuga aylandi. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, bular o'zi chet eldan kelgan mehmon Qozog'istonga, qanaqadir streamer, bloger ekan, to'g'risi tushunmadim kimligini ham. Xullas bittasiga maqtanib gapiryapti. Voy, qara, menga qozoq qizlari yozyapti. Nima qilamiz, streamdan keyin dam olamizmi desa, ikkinchisi, "Yo'q, men dam olmayman, tuni bilan ularni itarib chiqaman" deb kulyapti. Shu bilan ularni 15 sutga tiqib qo'yishdi. Lekin meni eng xursand bo'lgan tarafim, hozirgi vaqtda Qozog'iston hukumatı ularga 7 yil qamoq jazosini berishni ko'rib chiqayotgan ekan. Ya'ni bitta qanaqadir turist Qozog'istonga kelib, butun bir millatni, mentalitetni, qadriyatlarini, urf-odatini shunchaki yerga toptab qo'ya olmasligini ko'rsatib qo'yapti. Mana shu joyga juda ham quvondim. Chunki birinchi marta o'sha videoni ko'rgan paytimda o'zimga ham tegib ketdi, как будто meni sinimni chet eldan qanaqadir bitta sassiq kelib kulayotgandek. Respekt qozoq xalqiga, respekt Qozog'istonga. Mana shu videoni qozoq bolarimizga jiverib, qo'llab qo'yinglar. Alga Qozog'iston gap bo'lishi mumkin emas. Bari qarindosh xalqimiz, o'shaning uchun pastda yana bir-birimizdan qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat.